Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayınız. Leksiyada Sıdakacı Rozi. Taktana. Leksiyada Sıdakacı Rozi. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islağa vatandaş. Şkimen 23. yıl 12. ayının 28. günü. Haftaga Perşembe vatandaş. Bugün sizlerge sözdeydiğen gepimiz yakı vaziyetimiz doğrusunda eytidiğen bolsak. Bugün yakı tülgün 28-27. günü deyli. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden özüge berilgen hukuka binaen şundak değildi haberde. Ukrayna'ga yardım berdiğen en ahırkı yardım ne? Berdi ve Ukrayna'ga berediğanlığını karar kıldı. Bir yerde en ahırkı degen sözge dikkat kılamıktandır. İkincisi yani şundaklı 26. günü Beijing'de reis Xi Jinping mavzudun toğulğanlığının 130 yıllık ama şunu hatırlaş yığanıda şundak dedi ki devleti birlikki keltirişimiz gerek. Devlet çokum birlikki keltirilişi lazım. Dedi bu söz Tayvan'a qarıtıldı vatandaş. Adamı şu doğruda Amerika avazı şu doğruda elan kılıngan bir parça haberde bir parça süret yak o haberini biz süretli haber değil bir parça süret verildi. Bu süret ben şunda oylap durattım şunda oylaydım kaçan buludu bu gep kaçan oturgu çıkıldı belki Tayvan'da bundan buran Allah kaçan oturgu çıkmagan gep boş gerek bu gep neme gep kurap duran ha 2016 yılı 5. ayda meslen yeni saylangan prezident Xi Jinping vazifege olturdığan çağda belki bundan bir hafta burun Tayvan'da namayiş boptu. Namayişla plakat ve lozungını götürüptü. Plakat ve lozunga yazılgan şuar nime desiniz? Kuomintang Partiyasının mustamlike sistemisini yıldızı bilen komurup taşlaylar. Bu yeşil renkte yazılıptı. Erkinlik ve bergüçe kızıl hakimiyetini yemirip taşlaylı, komurup taşlaylı. Bu kızıl renkte yazılıptı. Oturdu endi nime? Tayvan müstakil buluş gerek. Tayvan'ın müstakillığını kollaymış. Ben bu yerde kızıkan bir haber vatandaş Kuomintang mustamlik sistemisi. Bunu yemirip taşlaylı. Bu katlı şu var. Hazır biz nime davatımız hem Kuomintang mustamlik sistemisi Xitay Partiyası hem Gongchang'dan mustamlik sistemisi Xitay Partiyası. Sizler şunasıge toluk şununla ki vatandaşım bu millet yani Cumhur Halk Milleti degen millet. Emniyeti bundan millet yok. Cumhur Minzu deydiğen millet yok. Bu mençanın ahırkı devirdeki Liangqi Çavma Tansiyon şulanın ağzından çıkan gepler bu vatandaşım. Cumhur milleti deydiğen millet olmaydı vatandaş. Fakat Hanzu milleti degen millet var. Milletin namı birli bildi Hua. Yani köplük buna koşulmaydı millet. Tak boğumluk söz bilen kiliş gerek. Mesela Uygur desi işki boğumluk. Hanzu desi misaptı işki boğumluk. Şundak buludu. Cumhur Minzu deydiğen millet yok. Bu bir sepsete. Kıp kızıl gözü sepset. Şuna Cumhur'un işkin siyasi partiyası birisi Kuomintang Milletçiler Partisi. İkincisi Kuomintang Komünistler Partisi. Okşaştı Xitay'ın siyasi partileri. Okşaştı bu Xitay'ın siyasi partilerinin hemmisi mustamlikçi partiyalardı. Gördünüz mü? Tayvan'daki mal sözü gördünüz mü vatandaş? Endi qaraylı biz evvel bu haberimizi sizlerge bir yetkizeyli. Andın gepimizde kılaylı sizle bilen birlik de vatandaş. Avvalki mavzamında kılıdı. Amerika
Amerika Ukraynaga beriladigan yordamning eng oxirgi bir turkumini e'lon qildi. Mavzuli xabar 12-28 kun Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Prezident Joe Biden hükümeti haftanın 3. günü yani 27. günü Prezident Joe Biden'a berilgen hukuk asasına yoki binaen en ahırkı qitim Amerika'nın harbiy iskilatıdan elip çıkılıp Ukraynaga berilgan harbiy yardım yana kural yarakla ve üskünelerinin tizimlikini e'lon qildi. Kelgüsüde Ukraynaga beriladigan yordamni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi belgilaydi. Diqqat vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi belgilaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar katibi Antony Blinken bir parça bayonotida mundaq ko'rsatdi. Kıymeti 200 milyon dolarlık bir tutaş plan, cümleden hava müdafiə, raketa kurallarını, ok doğrularını, yuqur texnikalik, avtomatik zembrek, minamiyot sistemisi HIMARS, normadan taşqarı ok doğruları, 155 millimetrlik ve 105 millimetrlik minamiyot, ok doğruları ve Brownwick'e karşı turg'uchi harbiy qurol yaroqlarni o'z ichiga oladi. Davlat ishlar katibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi: bizning Ukraynaga bergan yordamlarimiz Ukraynalik qarindoshlarning vatanini, erkinligini qo'g'dishiga berilgan yordam. Rossiyaning tajovuziga taqobil turishda intayin muhim yordamdir. Davlat ishlar katibi yana mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar katibi Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Bu qurol yaroqlar aslahalar buningdan burun Ukraynaga bevosita berilgan yordamlar asosida berildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat bexatarlik komitetining bayonotchisi John Kirby mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden 12 ayda bir turkum harbiy qurol yaroq yordam berishni planlagan edi Ukraynaga. Bu qurol yaroq şu plan bo'yicha berildi. Mushkatamga berilgan yordam Ukraynaga şu plan bo'yicha berildi. Bayonotchi John Kirby yana mundaq ko'rsatdi. Bundan keyin Ukraynaga beriladigan yordam Amerika Davlat Majlisining kelishimi bo'yicha olib beriladi. Ama Davlat Majlisi imzalaydigan kelishimning kelgusi tehi muqam emas. Şunuzmu vatandaş? Endi biz mushu masala bo'yicha avval gapimizni qilaylik. Masalan alayli bir mundaq hisoblab baqaylik, vaqtni hisoblab baqaylik. Buning uchun sizlar meni kechiringlar vatandoshim. Mushu vaqt selishtirmasi va vaqt ichidagi voqea va harakatlarni bir-biriga selishtirishdan siz haqiqiy fikrni topasiz. Agar haqiqiy fikrni topolmasangiz, shu selishtirish yoki vaqt tartibini qator tizish, harakatlar tartibi bo'yicha tizib chiqishdan o'zi sizni cho'nqur o'yga xiyolga yetaklaydi. Bu yerda sirli bir mavhumlik ichiga kirasiz vatandosh. Masalan sizga deb berayman. 12 ayning 20 kuni Rossiya harbiy vakillari umiga Beijingga keldi. Beijing harbiy vakillar umiga Beijingda suhbatlashdi. 20 kuni. Dal shu kuni Jungoning harbiy vakillar umiga bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy vakillar umiga suhbatlashdi. Bu o'rin qayerda? Konkret o'rin qayerda? Siz bilmadingiz, Beijingda değildi hozir. Bu keyingisi nerede? Ya Washington ya Beijingda değilmidi. Şqilib Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy vakillar umiga Jungoning harbiy vakillar umiga bilan suhbatlashdi vatandosh. 20 kuni, 12 ayning 20 kuni. 12 ayning 22 kuni Yevropa İttifaqı komitetining raisi von der Leyen xonim, Ursula von der Leyen xonim
Yevropaning yoki Yevropa ittifoqining Ukrainaga beradigan harbiy yordamini e'lon qilib bo'p, shundaq dediki, bu eng oxirgi harbiy yordam dedi. Ya kelar yili 1-oydan boshlab yana yordam beramiz demidi va yana yordamni qaysi yo'llar bilan beramiz demidi, eg'iz ochmadi, bu eng oxirgi yordam dedi. 23 ketdimi? Endilikda kelamiz Amerika Qo'shma Shtatlari. 27 kuni kelganda hozirgi sizlarga o'qib bergan nazariya bo'yicha, xabar bo'yicha Ukrainaga beradigan yordamning eng oxirgi, ya'ni prezidentga berilgan huquq bo'yicha beradigan eng oxirgi yordamning tizimligini e'lon qildi. Oxiri Aksaray Bexatarlik Komitetining bayonotchisi John Kirby nima dedi vatandosh? Dediki, bizning bu yordamimiz bundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisining kengashidan qo'shilishidan o'tadi dedi. Biroq shundan keyin beriladi Ukrainaga yordam dedi. Biroq dedi yana bu kelishim qachon tuziladi? Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisi qachon bu kelishimni imzolaydi? Uning kelgusi texi aniq emas dedi. Demek xulosa qilganda qatori qo'yda harakatlarni bir-biriga solishtirib, hozir hisobda men shunda o'ylaymanki, vatandoshim, masalan, Yevropa ittifoqining puli tugab ketib, yordam berishdan so'mki va harbiy qurol-yarog'lar tugab ketib, shunda qaror qilgani yo'q. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlariga nisbatan aytganda, yana shundaqla puli tugab ketib, harbiy qurol-yarog'lar tugab ketib, shunda e'lon qildi degilim bo'lmaydi. Endi orliqda hozir O'rta Sharqda tunagan angladingiz, Qizil dengizda vaqa chiqyapti. Menimcha Amerika Qo'shma Shtatlari hozirgi hisobda ikki tarafga ulgura olmay qoldimi? Yo'q, qandoq deymiz? Masalan, yordam berish masalasida İsrail'e yardım beriş gerek O'rta Sharqda. Shuning uchun shundoq bo'ldi. Bu tarafini bilmaymiz, ammo bu yerda siz bizga qatqildigan bir nokta Ukrainaga beriladigan yordam Yevropa ittifoqida eng oxirgi yordam berilib bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan eng oxirgi yordam prezidentning o'zining huquqi doirasidagi yordam berilib bo'ldi. Buningdan keyin Ukrainaga yordam beriladigan ish bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisi muhokama qiladigan bo'ldi. Bu to'g'rida sizlarga degan doqlik siyosatlarda bu vatandosh, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisida ikki partiya bo'lib, bu Cumhuriyetçiler Partisi dediki, biz selektor paqaliyaka oldimizda muhim bir ish turibdi. Masalan, Amerika Meksika chegara eg'izi masalasi. Hazır o chegaradan kirib kelayotgan Xitoy ko'chmanlarining soni hassilab eshiyotidir vatandosh. Mushu masalani o'rtaga qo'yib, hozir Amerika Davlat Majlisi Ukrainaga bundan keyin beriladigan yordamni o'ylashimiz dedi. Yoki Davlat Majlisi muhokama qiladi deyil yo'q burada. Ana mushu oraliqda siz bunga nima deyishingiz mumkin? Masalan, Rossiya bu hareketga qandoq inkas qaytarishi mumkin? Masalan, Ukraina jang qilayotgan millat, xalq bu hareketga yoki bu qarorga, mayli Yevropa ittifoqining qarori, mayli Amerika Qo'shma Shtatlarining qarori qandoq inkasda bo'lishi mumkin? To'g'ri tushunarmi? To'g'ri tushunar, lekin urushni davomlashtirish masalasida Rossiyaga qarshi endi Ukrainaning keyingi g'ayrati qaysi darajada bo'ladi? Mushu savolni sizga qo'ydim, bir tadqiqotchi yoki bir muhokama qilayotgan odamlar qatorida vatandosh. Ana qandoq bo'ladi deyli. Endi o'tganda so'ziga leksiyada shundoq degan edik, bu masala Xitoyning Tayvanga tutgan pozitsiyasiga qandoq ta'sir ko'rsatdi degan edik vatandosh. Esingizda bor shundoq degan edik. Bugun ham shundoq deymiz. Xitoyning Tayvanga qaratgan siyosatiga qandoq pozitsiya? Ya qandoq ta'sir pozitsiyasiga qandoq ta'sir ko'rsatdi? Bunda Xitoyda bir inkas o'tirg'a chiqmadi hozirgacha. Qandoq ta'sir ko'rsatdi? Mushu masalada hozir biz endi bu to'g'rida kelgusi to'g'risi tahlil qilish hozir bir konkret materialga ega emas vatandosh.
kelgüsülük uğurlaştırış zadı kandak. Şu men eytimen ki hazır dünyanın Ukrayna-Rusya münasebetideki vaziyeti hazır sırlık bir jaryanga kirip geldi vatandaşa. Sırlık bir jaryan kirip geldi. Ukrayna halkıga Allah medet versin. Yanılı işinimiz ki garip dünyası Amerika Koşmuş Ştatları medet versin vatandaş.